Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga jamiyatimiz hayotida eng dolzarb bo'lgan masala korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha murojaat qilmoqchiman. Korrupsiya bu xalqning ishonchini yo'qotadigan, adolatni so'ndiradigan eng xavfli illatlardan biridir. Davlatimiz rahbari korrupsiyaga qarshi keskin kurashish borasida alohida e'tibor qaratib, har bir sohada halollik va ochiqlik tamoyillarini mustahkamlash bo'yicha aniq topshiriqlar berganlar. Biz davlat boshqaruv organlarining rahbar va xodimlari halol pok ishlashimiz, o'z burchimizni vijdonan bajarishimiz, har bir fuqaroga halol va shaffof xizmat ko'rsatish uchun barcha kuchimizni safarbar etishimiz lozim. Ming afsuski, davlat xizmatchilari orasida ham korrupsiyaviy jinoyatlar sodir etayotgani xalqimizning haqli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Qadrli tumandoshlar, korrupsiyaga qarshi kurash faqat hokimlik yoki huquqni muhofaza qilish organlari vazifasi emas. Bu barchamizning fuqarolik burchimizdir. Agar siz adolatsizlikni, noqonuniy holatni yoki korrupsiyaga oid vaziyatni ko'rsangiz, sukut saqlamang. Bu haqida vakolatli davlat organlariga xabar bering. Sizning murojaatingiz halollik va adolatning garovidir. Har birimiz o'z vazifamizda halol bo'lsak, o'z vijdonimiz oldida pok bo'lsak, korrupsiyaga joy qolmaydi. Kelinglar, halollikni hayot mezoniga aylantiraylik. Adolatli, korrupsiyadan xoli va taraqqiy etgan jamiyatni birgalikda barpo etaylik.